Bunun mu tayyorligimiz var zaten. Qandaq desem biz uzundan buyon bularning kelishiga har xil shaklda xizmatlarni ishlatdik. Endi eng muhimi nima desam, bular o'zining pasporti bilan bizning vatanga qaytib keladi. Pasportini biz tamojinda olamiz, kopiya qilamiz, arxivlashtiramiz, hatto barmoq izlari DNA'ni tortib bizga arxivlashadi. Bu birinchi taraf. İkinci tarafı bular g'arb kuchlar bilan Amerika boshliqli g'arb kuchlar bilan bizni irqiy qirg'inchilik qildi, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qilyapti degan sapsatini bularning o'zidan kelib ketishi bilan, o'zidan kelgan video faoliyatlar bilan bularning o'zinikini yolg'onga chiqaramiz. Bu ikkinchi bizga foydali taraf. Uchinchi tarafi qanday desam, bularning bu yerdagi harakatlari bizning nazarimizdan qochib qutulmaydi. Sen ko'rgandek her 100 qadamda birden kamera var. Bularning nerede tug'an, nerede qo'rqqan, kim bilan ko'rishgan, qanday bo'lgan hammasi taqiq qilinadi. O shu. Lekin bular ketib bo'lgandan keyin yana o'zining degan davosini qilib, yana boshqacha bir guvohlik berib, andaq tartib tuzib qilib qolsa biz uchun qanday qilamiz? Ha, buni ish oson qara. Bizning Majaralar ishxonasi nima ish qildi bilamsiz? Majaralar ishxonasi maxsus mushundaqlarning, bularning bizda videosi var, resimleri var, yerdagi şirketlerge bütün arxivlari bizda. To'liq arxivlar. Buningga bir arxivlar bizdan birdan bilan Xitoyning jasosi, Xitoyning odami degandek sapsatalarni taqib etamiz, har xil ovozlarni kirishtiramiz. Facebook, YouTube'da qo'yiladigan bo'lsa, bular bir-birsini kelganlar, kelmaganlarni, bag'alib-bag'maganlarni bir-birsini jasos chiqarib, munofiq chiqarishib, sen bilan bizni texe Xitoy qildi, Xitoyning munofiqlari. Aslida bular o'zlari munofiq. Bu egabiylar.